Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xolasa Sirdaryoda suvimiz chiqdi. Qayerdaydi aka bu yerda? Bog'orada ekan. Xudo xolasa 37 kilovat. Podiyomimiz juda baland. Mashitlarimiz ham ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana shu akaga qo'yib berdik. Qanday chiqdi aka suv? Qobil akaga qo'ydik. Ma'qulmi? Ha, ma'qul mana. 37 kilovat 1000 bilan tashlayapti. Podiyomlarimiz ham o'ta baland, xudo xolasa. Inshaalloh uyaltirmadi nasoslarimiz. Tog'a qanday chiqdi nasos? Zo'r. Ma'qulmi? Ovozi tiniq ekan dedi, ovoz. Ovoz yo'q nasosda. Nasoslarimiz ishlashlari. Jan amperlar ko'rsatib o'ting. 45 amper tashlayapti, 37 kilovat. 43 42 hamma narsasi bor mana inshaalloh. Uyaltirmadi. Aka 30 kilovatda ko'dashlar 30 kilovatga ham emas. Zo'r chiqdi xudo xolasa nasoslarimiz. Dehqonlar qarab turibdi. Xorazmlik akalar ekan bor ekan, gulbinga qo'yishyapti. Ko'chatlari zo'r inshaalloh. Podiyom balandligi. Juda baland. 10 metrdan so'rayapti. Chiqarishi 15 metr balandligi chiqaryapti. İnşallah nasoslarimiz uyaltirmadi, ko'z tegmasin. 2 yillik talashtirmada sotib beryapti. Kimga shunday nomerlar kerak bo'lsa, opsiyaga nomerlar qo'yib o'tamiz. Gulbinka deganlarga gulbinka bo'ladi. Faqat 1 yillik. Biz gulbinkani yomonlamaymiz. İnşallah zo'r chiqdi. Like bosib qo'yasizlar akalar.